95% odam qiladigan xatoni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Qo'limda 2 xil limon. Ikkalovini sorti bir xil. Bu limonni po'stlog'ini har xil hasharotlar yeb, shu ahvolga keltirib qo'ygan. Bu limon bunga o'xshab qolmasligi uchun buni po'stiga muntazam ravishda hasharotlarga qarshi zahar sepib turiladi. Shuning uchun buni postida zahar borligi uchun hasharotlar buni yeyolmaydi. Biza qiladigan xatoyimiz limonni olib turib, postini artmasdan choyga solamiz. Mana shu choyga solganimizdan keyin qaynoq choyda mana shu postli zaharli choyga tarqab, sizlarning sog'lig'ingizga, oshqozoningizga jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Shuning uchun har doim limon choy ichayotganingizda postini artib, to'g'rab, keyin solishinglarni maslahat beraman. Men shuncha paytdan beri ichaman, menga hech narsa qilmadi demanglar. O'zimizning sog'lig'imizni o'zimiz ehtiyot qilganimiz yaxshi. Bundan ham foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.